Yaqinroq olib keling, bunkerni yaqindan ko'rsating. Mana shu ajdaniya bunkeri bo'ladi, azizlar. Hurmatli biznesmen, tadbirkor akalar, ukalar. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, biz navbatdagi obyektimizga Qirg'iziston orqali, ya'ni So'xdga yetib keldik. Akamizga to'liq 60 kuba chiqarib beradigan beton zavod ustanovka qilib berganmiz. Sizlar bilan birgalikda bugun ishlash jarayonini to'liq ko'rib chiqamiz. Biz boshladik. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, beton zavodini ishlab chiqarishini bosh qismi, ya'ni mahsulotni dozatorga yetkazib berish. Dozatorimiz 6 kubadan 18 kuba ob'yomga moslashtirilgan, ya'ni 1600 PLD bilan jihozlangan bo'ladi. 60 kubalik beton zavod 60 kuba chiqarib berishi uchun har bitta detaligacha o'zgaradi, farq qiladi. Masalan, 50 kubalik beton zavodni ham 60 kuba chiqarib beradi deb sotishayotgan ekanda. Bitta narsani aytaman, mana bu standarti bo'yicha 65 cm bo'ladi lentani eni. Biz buni 80 cm qilganmiz. Ko'proq rastvor borish uchun, ya'ni ko'proq mahsulot bunkerga yetib borishi uchun lenta ham asosiy rollardan o'ynaydi. Keyin qalinligi 1,5 cm bo'ladi. Shuni ham e'tiborga olib qo'yasizlar. Hozir ajdani bunkerlarini ko'rsataman. Har bitta chastini bugun 60 kuba chiqarishi uchun qaysi detallar, qaysi qismlar muhimligini ko'rib chiqamiz. 60 kubalik beton zavod to'liq 60 kuba chiqarib berishi uchun mana bu narsa kerak. Ajdaniya bunkeri. Ko'pchilik beton zavodni olib keladi, masalan 2000-3000 narxi arzon deydi. Sizlarga 2000 qimmat ekan yoki 3000 qimmat ekan deydi. Misol tariqasida aytyapman. Mana bu ajdaniya bunker bo'lmasa agar 60 kuba chiqarib bera olmaydi 60 kubalik beton zavod. Ko'pchilik shunisiga adashadi. Olib keladi, Xitoydan oladimi, boshqa joydan oladimi, 45 kuba chiqarib turadi, maksimum chiqarsa 50 kuba mahsulot chiqarishi mumkin. Bu ko'p faktorlarga bog'liq, lentasiga bog'liq, ishchi upravleniyasiga bog'liq. Asosiy sabab mana bu bunker hisoblanadi. Ko'pchilik shu narsani adashtiradi, tushunmagani uchun shu narsaga xato qiladi. Aka deydi, biz xato qilamiz deydi. Keyin ichlarini yaqindan bitta ko'rsating. Ajdaniya bunkerni vazifasi lentadan kelgan mahsulotni o'ziga zapas qilib yig'ib turadi. Keyingi mahsulotni tayyor bo'lishida ancha bu vaqtdan yutiladi. Shunda 60 kubalik beton zavod 1 soatda to'liq 60 kuba chiqarib beradi. Xo'p, 60 kubalik beton zavodimizni komplektida bitta 100 tonnalik silosi bo'ladi. Kimgadir 2 ta kerak bo'lsa, 3 ta kerak bo'lsa qilib beraveramiz. Buni farqi yo'q. Shinekka keladigan bo'lsak, 8 ga 219 11 kilovatlik motor bilan jihozlangan bo'ladi. Xo'p, beton zavodimiz mishalkasiga keladigan bo'lsak, 1000 talik GS 1000 talik bilan jihozlangan bo'ladi. Avtomat masla podachasi bor, ya'ni o'zi avtomatik ravishda smaska qilib chiqadi. Yana bitta plyus tomonlardan bittasi, mana mishalkamiz 100% bron qilingan bo'ladi. Vallarigacha to'liq bron qilingan bo'ladi. Ko'pchilik shunisida adashadi. Ko'pchilik mishalkalarda, ya'ni o'sha vallari bron qilinmagan bo'ladi, faqat atrofi bron qilingan bo'ladi. Motor reduktorlariga keladigan bo'lsak, o'zi standartda 15-15,5 kW motor 1000 talik reduktor qo'yilgan bo'ladi. 1000 talik mishalkamizga. Biza buni reduktorini 1,5 talik, motorini esa 18,5 kW ga o'zgartirgan biza. Sababini aytib o'tamiz. 1000 talik mishalkamiz 60 kub chiqarishda qiynalib qolmasligi uchun, yengil ishlashi uchun motor reduktor juda ham katta rol o'ynaydi. O'sha uchun reduktorlarni kattaroq, motorlarni kattaroq ustanovka qilganmiz standartdan tashqari. 60 kubalik beton zavodimiz avtomat upravleniyasi bilan jihozlangan bo'ladi. Tepalarida solnechniy panel qo'yilgan. Akamiz o'zlari qo'yganlar uni. Xohlovchilar uchun, shu освещение uchun o'zimiz ham qo'yib beramiz. Solnechniy panellari bilan birgalikda qilib beramiz inshaalloh. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turibsizlar, beton zavodimiz masofadan avtomatik boshqarish funksiyasiga ega. Bu o'sha xonasi sandwich paneldan qilingan, bu issiq sovuqqa bardoshli bo'ladi. To'liq konditsioner bilan jihozlangan bo'ladi. Bu komplektatsiyasining ichida bo'ladi konditsioneri ham. Ko'rib turibsizlar, jarayonni 3 xil tilda boshqariladi. Xitoy tili, ingliz tili hamda rus tilida. Hozir bu yoqda rus tilida ustanovka qilib bergan ustalarimiz, rus tilida akalarimizga ishlatish qulay bo'lgani uchun rus tilida qilib berilgan. Yana qo'shimcha ma'lumotlar uchun raqamlar qoldiramiz. Pastga bemalol aloqaga chiqib, Aziya Texnogrupga bog'lanib, to'liqroq ma'lumot olib, narxlari bo'yicha buyurtmalarni berishingiz mumkin bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting.